Assalomu alaykum akalar. Короче, ko'rib turganinglardek Nijniy Novgorod shahrida oppoqqina lastichka K7 K8 ekan, uzr. K8. Mana kecha akamiz 28 ta bilet olib 1000 rubldan 28 ming tikib, mana 60 ming dollarlik K8 yutib oldi. Akalar, mashina prosto pushka. Sizlarga salonni ko'rsataman. Bismillah. Salon просто красота. Лошадь. Qanaqa go'zal, qip-qizil. Tonirovkalar bor. Tonirovkaning pardalari bor. Nima deb qo'yadi bilmayman. Короче, hamma narsasi bor. Полная komplektatsiya. Bismillah. 28 ta bilet ichidan komplektatsiya bor. Podogrev ruля, podogrev сиденья, klimat kontrol, lyuk bor. Сиденьяlar вообще просто четко. Задний podogrev сиденья bor. Ikki tomonda podogrev ruля, hammasi bor. Короче, mashina bomba просто akalar. 2025. Короче, yangi paket. 28 ta biletdan mana 28 ming tikkanda, короче, shu mashinani yutgan. Mashina. Aka, probegi necha? 5 ming probegmi? 5 ming probegda mashina. Просто pushka. 2025.